Eğer Guayu'nun haddidan ziyoda takabburligi bo'lmagan bo'lsa, Guayu o'lib ketmaydi. Guayu o'lib ketmagan bo'lsa, bu yerda Zhangfei Guayuning o'limida ochiqlanib, bu o'lib ketmasdi. Guayu bilan Zhangfei o'lib ketmagan bo'lsa, bu yerda Liu Bei ikki inimning qisosini olaman deb Zhangdongga qo'shin tortib, Lu Xun tarafidan qattiq mag'lub bo'lib, bu o'lib ketmasdi. Shuning bilan bu yerda Liu Bei, Zhou Liang, Guayu qatorliqlar bir umr ajr qilib qurgan bu Shuhan xonligi undaq ishlik zavollik yuzlanmasdi. Bunday qilib bu yerda Guayu asardagi eng katta palvonlarning birisi Wenjujiang Huashong, Mei Soug'chi Huashongni qatl qilgan. 5 o'tkaldan o'tkicha 6 sanğunning kallasini olgan. 3 kunning ichida Baymat muasini besib o'tib, Yalyang Wenjularning kallasini olgan. Liu Beiga sadoqatmanlik jihatda butkul jon ko'rsatgan. Endi mushundaq bir sanğun umrining bir oxirgi davriga kelgan vaqtimizda cho'ng bir xatolik qilib qo'ydi. Ya'ni Guayu'ni o'z yeriga tatmoqchi bo'lib, bu vaqtda Liu Bei Zhugulianglar bu yerda yo'qda, shuning bilan bir el javatidi. Guan sanğun özlerining bir o'maqdan bir qizi bor ekan, mening bir o'g'lim bor, mumkin bo'lsa ikkisini mashnaqa bir qudlatsak desak, Guayu'nim dedi, yo'lvasning pushtini ishdan kuchuk yugurmanma dedi. Qaranglar, endi ma gap haqiqatan eshib ketgan bir gap shundami? Buni bir odatli odamlarga desakmi, ochiq kildi bu tushungangan kim o? Jahonning ushpagning birisi. Guayu sen kim o? Sen faqat Liu Bei'ning qo'llasdiki, bir sargarda jimju qarayotgan bo'lsam, albatta kerak bu yerda voy Sunchuan begim bir xapamg'aylar qizimning bir ma'rifati bor ekan-ku, qodi kitob bilan turmushga chiqib kelamdi. Va yoki Liu Bei og'am kelganda onangnikin bir gap bo'lsin, bir keyinchalik bir deyishli demdi. Va yoki maqla bir qarab baqla avval bir ikkisining bir unidorlarini qaytib qo'yib bir mazgil paranglashib baqsin demdi. Manda qaraq hal qilsak bo'ladi buni. Biroq bu yer Guayu adidan ziyod alqavurlik bilan Sunchuanning chiqib tegib qo'ydi. Endi lekin Guayu'ning o'limi mash ish o't bo'ldi. Shuning bilan bu yerdagi Sunchuan ochiq baylamay, limon tuman ming kishilik lashkari bilan Changjiangni o'tib Guayu'ning kallasini oldi deb buyurdi. Endi mash buyurish bilan birga savsavga undizlarga xat yozyapti. Maqlam, sen degan taklifga qo'shildim. Ikkimiz ikki tarafdan Jingju'dan hujum qilib, Jingju'ni tatib olali, ish bitgandan keyin ikkimiz o'ttirdan orvasak bo'ladi deydi. Buning bilan yolg'iz limonning otlanishi emas, ammo bu yerga sharq tarafdan Saurin, Sauxong, Shuhuang, Pangde, Yujin qatorli sanğunlarni tuman minchik lashkari bilan Jingju hujum qilib avatdi. Guayu'ning mag'lubligi hargiz bir Limon tarafdan emas, asarga bak qarab yiqinglar. Bu yerda nurg'un janglarni qildi, bu Pangdeni mag'lub qildi, Yujinni mag'lub qildi, Shuhuangni chekindirdi. Uni oldidagi qo'shinni chekindirib qo'yish keyindan bu yerda Limon fursatparastlik shuning bilan qatm-qat janglar tufaylidan bu jangni qilib uzoqqa suzildi. Unda bir kunda qayirib ketgan ish yo'q amaliyotda. Shuning bilan Guayu mag'lub bo'ldi. Bu yerda Guayu o'lib ketgandan keyin Guayu'ning o'lib ketganiga ochiqlanib hasrat bilan Zhangfei o'zini bosolmay oxiri bu o'lib ketdi. Buning keyingi ulatlar bu yerda Liu Bei ayni vaqtda Lunjungda Kamini Zhuge Qadining ko'rsatgan ayliq tadbirlarini unutib qilib, ochiq aqlni kesildi. Shuning bilan Sunchuanga hujum qildi. Shuning bilan bu yerda Lu Xun tarafidan 70 tuman lashkari qattiq mag'lub bo'ldi, ochiqda bu o'lib ketdi. Endi Liu Bei'ning bu qatorlik hujum qilishi haqiqatan bir xatolik bo'lgan, chunki bulibmi biz natijasini bilib oldik, shunami? Nimada Liu Bei g'alaba qilib qolgan bo'lsa-chu, hech kim bir narsa demaydi. Endi yana eng muhimi Guayu'ning bu takabburligi, akavurligi to'g'rimi xato deydigan bir gap bor. Sunchuanga mushundaq gapni qilib, Jingju'ni tatqizib qo'yib, o'zini o'lib ketganligidan xato bo'lgani bilan yana bir tarafdan to'g'ri. Guayu'ning akavurligi hech kim ko'zga ilmaydiganligi to'g'ri. Nimishq to'g'ri deyman. Bu mazmun qisqarganlar meni Guanju qilib birdan naqs yurak urib qo'yganlar. Keyingi sonda davomli oxirini so'zlab berman. Uch parchalik haqida qilsak, yaxshi mazmun qisqargan do'stlar, qaysi jibojang kirishni unutib qolmanglar. Rahmat.